22 bob. Iso masallar bilan gapini davom ettirib, xalqqa xitoban dedi. Osmon shohligi o'zining o'g'liga nikoh to'yi qilgan bir podshohga o'xshaydi. Podshoh to'yga taklif etilganlarni chaqirish uchun xizmatkorlarni yuboribdi. Ular esa kelishni istamabdilar. Podshoh yana boshqa xizmatkorlarni yuborib, taklif etilganlarga aytinglarki, men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo'ydim. Ho'kizlar va bo'rdoqlarim so'yildi. Hammasi tayyor. To'yga kelaveringlar debdi. Biroq ular yana nazarga ilmay, biri o'zining dalasiga, boshqasi bozor ucharga ketibdi. Qolganlar esa podshoh xizmatkorlarini tutib, xo'rlab o'ldirishibdi. Podshoh buni eshitib g'azablanibdi. Qo'shinlarni yuboribdi-da, qotillarni tig'dan o'tkazib, shaharlarni kulga aylantiribdi. Keyin u qolgan xizmatkorlariga nikoh to'yi tayyor, lekin taklif etilganlar bunga munosib emas ekanlar. Shuning uchun chorrahalarga borib, kimni topsangizlar to'yga chaqiringlar deb buyuribdi. Bu xizmatkorlar yo'lga chiqib, uchratganlarining hammasini, yomonlarni ham, yaxshilarni ham to'plashibdi. To'yxona mehmonlarga to'lib ketibdi. Podshoh mehmonlarni ko'rish uchun kirganda, u yerda nikoh kiyimda kiyinmagan bir odamni ko'ribdi. Va undan, "Do'stim, nikoh kiyimisiz bu yerga qanday kirding?" deb so'rabdi. U indamabdi. Shunda podshoh malaylariga buyruq berib, uning qo'l oyoqlarini bog'lab, tashqariga, qorong'ilikka tashlanglar. U yerda yig'i-sig'i va ohu voh bo'ladi debdi. Shunga o'xshab, Xudo da'vat etganlar ko'p, ammo tanlanganlar ozdir. Shundan keyin farziylar borib, Isoni u aytadigan biron so'zi orqali ilintirish chorasini maslahatlashib oldilar. Ular o'z shogirdlarini Hirot tarafdorlari bilan birga Isoning oldiga yuborishdi. Bular Isoga "Ustoz" deyishdi. "Biz bilamizki, sen haqiqatgo'ysan va Xudoning haq yo'lini o'rgatib yuribsan. Kimlargadir ma'qul bo'lishini o'ylab o'tirmaysan, hech kimni yuz xotir qilmaysan ham. Endi bizlarga aytchi, seni fikring qanday? Qaysarga soliq to'lash dinga muvofiqmi yoki yo'qmi?" Lekin Iso ularning shumligini bilib, "Munofiqlar" dedi. "Nega meni sinab ko'rmoqchisizlar? Qani, menga soliqqa to'lanadigan tangani ko'rsatinglarchi." Ular Isoga 1 dinor keltirgach, "Bu surat va yozuv kimniki?" deb so'radi. "Qaysarniki?" dedilar. "Unday bo'lsa, Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar", dedi Iso. Buni eshitganlarida hayron bo'ldilar va Isoning oldidan uzoqlashdilar. Qiyomat yo'q deb aytadigan sadduqiylar o'sha kuni Isoning oldiga kelib, unga savol berdilar. "Ey ustoz, Muso payg'ambar deganki, agar kim farzand ko'rmasdan dunyodan o'tsa, ukasi uning xotinini nikohiga olib, akasining zurriyotini tiklasin. Bizda 7 aka-uka bor edi. Birinchisi uylanib, farzand ko'rmay qazo qildi. Xotini esa ukasiga qoldi. Ikkinchi, uchinchi, hatto 7-gacha hammaning boshiga shu ko'rgilik tushdi. Hammadan keyin xotin ham o'ldi. Shunday qilib, u qiyomatda 7ovidan qaysi birining xotini sanalar ekan? Chunki u hammasiga xotin bo'lgan edi-ku." Iso ularga javob berib dedi: "Siz muqaddas kitobni ham, Xudoning qudratini ham bilmaganingizdan adashyapsizlar. Chunki oxiratda na uylanadilar va na erga tegadilar, balki osmondagi Xudo farishtalariga o'xshaydilar. O'liklarning qayta tirilishiga kelsak, Xudoning sizlarga yo'llaganini hech o'qimagansizmi? Men Ibrohimning Xudosi, Ishoqning Xudosi va Yoqubning Xudosiman degan edi u.
Xudo esa o'liklarning emas, tiriklarning xudosidir. Xalq buni eshitib, Iso ta'limotiga mahliyo bo'ldi. Iso sadduqiylarni jim qilib qo'yganini farziylar eshitgach, bir joyga to'plandilar. Ulardan Tavrot tafsirchisi bo'lgan birisi Isoni sinash niyatida undan: Ustoz, Tavrotning qaysi amri buyuk? deb so'radi. Iso unga: Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin. Butun ilohiy buyruq va payg'ambar oyatlarining hammasi ham mana shu ikki amrga tayanadi. Farziylar yig'ilishganda Iso ulardan so'radi: Masih haqida qanday fikrlaringiz bor? U kimning o'g'li? Davudning o'g'lida. deb javob berdilar. Iso ularga dedi: U holda qanday qilib Davud ilohiy ilhom bilan Masihni Rabbim deb atagan? Mana Davud nima degan? Xudovand mening Rabbimga aytdi: Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgin. Demak, Davud uni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib u Davudning o'g'li bo'ladi? Va hech kim Isoga bir og'iz so'z javob bera olmadi. O'sha kundan boshlab yana hech kim undan biron gap so'rashga jur'at etmadi.